Hozirgi paytda bunaqa arzon narxga bunaqa uy umuman topolmaysizlar, ishonaveringlar. Assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Sergeli tumani shundoq Elbrus to'yxonasini bilmagan odam bo'lmasa kerak, orqasida shunaqa bitta dona chiroyli kompaktni yangi bitgan uyimiz sotuvda. Umumiy sotuvi 175 sotuvni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi bo'lsa 153 kvadraturani tashkil qiladi umumiy hisobda. Xo'p, bu oldi fasadimizni ko'rib turganingizdek hovlisidamiz. Kirganingizda shunaqa bitta ikkita mashina uchun joy bor. Bu yoqda yozgi oshxona uchun joy tashab ketilgan. Yonida shundoq hojatxonasi mavjud. Bu yoqda podvalga tushish mavjud. Bu bo'lsa uyimizning kirish eshigi. Zeleniy zona uchun ajoyib qilib shunaqa joy tashab ketishgan. Uy ichiga kirib obzorimizni davom ettiramiz. Bismillah deb uy ichiga kirib oldik. Kirganimizda shunaqa hol va zalni совмещенный qilib yuborishgan. Bu yerga televizorlar qo'yasizlar. Bu yoq tarafda bo'lsa bemalol divan kreslolar qo'yib o'tirishingiz mumkin. Birinchi qavatda umumiy hisobda mana shu hol zalimiz ham mavjud. Bu yoqda chap qo'limizda bo'lsa yuvinish xonasi bor. Shunaqa to'g'rimizda bo'lsa oshxonamiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, o'zini mebel va texnikalari bilan birgalikda, qisman texnikalari bilan birgalikda uyimizning shunaqa kichkinagina orqa hovlisi mavjud. Bu uyimizda yorug'lik va havo aylanishini ta'minlab beradi. Bu yoq tarafda bo'lsa kotelniyimiz mavjud. Mana bemalol yana kladovka qilib ishlatsanglar ham bo'ladi bu yoqda. Xo'p, uyimizning ikkinchi qavatiga qarab yo'l olamiz. U yoqda ham albatta xonalarimiz mavjud. Ikkinchi qavatga chiqib oldik. Uyimiz kompaktni qurilgan. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. To'g'rida shundoq xonamiz mavjud. Birinchi yotoqxona. Yonida yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Bu xonamizning o'zini shunaqa kichkinagina balkonchasi mavjud. Va albatta ikkinchi qavatimizda yuvinish xonasi. Shunaqa vannalar qilib qo'yishgan. Eng oxirgi yotoqxonamiz qisman boshqa yotoqxonalarga qaraganda kattaroq qurilgan bu yotoqxonamiz. Uy to'g'risidagi ma'lumotlarni qaytarib o'taman sizlarim. Sergeli Elbrus to'yxonasining orqasida joylashgan 175 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan. Umumiy kvadratura 153 kvadraturani tashkil qiladi. Xonalar soni bo'lsa 4 tani tashkil qiladi. Umumiy hisobda yana sizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, bemalol pastda yozilgan raqamlarga va Telegram kanalimizdan hamma ma'lumotni olishingiz mumkin.